Menga to'g'risi akalar populyarность kerak bas. Chunki bu sohada, to есть bu sferada ishlaganimdan basi ko'p xatolar qildim. Ya'ni ikkita baravarga zakazlar tushib qoldi. Zakazlarni o'rnini almashtirib qo'ydim. Minusga kirdim, конечно. И plus misol uchun aytganimda profilda ssilka qoldirganman. Bu degani misol uchun ofisga borib o'tirish shart bas. Ssilka orqali registratsiyadan o'tsalaring, borib termosumkani olasizlar, plastik kartani baylaysizlar, и так далее, и так далее. Ya'ni bu kanalda yuritishimdan maqsad odamlarni, misol uchun nechta bekorchi yosh yigitlar bor, ko'chada yuradi, boshqa qiladi, o'rtoqlar bilan bekorchi vaqtda o'tkazadi. Ya'ni bizga hech kim yoshlik paytimizda bos gazini, soqqani bos ishla deb hech kim aytmagan. O'shani hisobiga hozirgi yoshlarda imkoniyat katta. Agar pasport bo'lsa, kechagina o'qishni bitirgan, nima qilishni bilmagan, vaqtinchalik qayergadir o'qishga kirguncha, repetitorlariga pul yig'guncha, boshqa bo'lguncha, hamma oilamga, ro'zg'orimga yordam qilaman deydigan haqiqiy erkak o'g'il bolalar bo'lsa, misol uchun Yandexga kirib vaqtinchalik 2 oy, 3 oy, misol uchun qo'pol qilayotganda birinchi haftasida 3 kun ishladim, 197 ming ishladim. Keyingisida 200 qancha ming, keyingisida o'sha 300 qancha ming. Qancha o'sha ko'p ishlashni boshlasangiz, o'sha koeffitsiyentlar ko'tarilib tushganlari yaxshi. Agar bir koeffitsiyent bo'lsa, jichchada qiyin. Chunki 10 kilometrga ham, 100 kilometrga ham bir xil narxda beradi. Agar 2.7 yo 3 koeffitsiyent bo'lsa, o'sha u tam normalni. O'shani hisobiga ko'ringlar akalar, ishlash maqsadida bo'lsa ishlanglar. O'zlarini nima deydi, vaqtinchalik bo'sh vaqtlardan unumli foydalaninglar degan maqsadda mana shu kanalda yurityapmiz. Inshaalloh har bir insonga, har bir mo'min musulmonga yordami tegadigan maqsadimiz bor. Hammalaringga omad, yaxshi dastavkalar.